Diqqat xalqim, tezkor xabar. Ertaga 23-avgust kuni, yakshanba kuni O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Ertaga 23-avgust yakshanba kuni O'zbekistonning shimoli-g'arbiy salqin havo oqimlari ta'sirida havo harorati biroz pasayadi va kunduzi markaziy hududlarda 32-35 daraja atrofida iliq va nisbatan qulay ob-havo kuzatiladi. Respublikaning aksariyat hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, biroq ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. O'zbekistonda hududlar bo'yicha ob-havo prognozi. Toshkent shahri va viloyatida havo ochiq va quyoshli bo'ladi. Kunduzi harorat 33-34 darajagacha ko'tariladi. Kechasi va saharda esa 21-23 daraja salqin bo'ladi. Yomg'ir yog'ishi ehtimoli 0% ga teng. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo asosan quyoshli va ochiq bo'ladi. Kunduzi havo harorati +31-33 daraja atrofida bo'ladi. Kechqurun esa 16-21 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Farg'ona vodiysida Andijon, Namangan, Farg'ona osmon qisman bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 30-35 daraja atrofida mo'tadil. Janubiy hududlar Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida boshqa viloyatlarga qaraganda issiqroq ob-havo saqlanib qoladi. Kunduzi harorat 35-38 darajagacha chiqishi mumkin. Tog'li hududlar ba'zi tog' oldi va tog'li hududlarda havo o'zgaruvchan bo'lib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va shamol kuchayishi ehtimoli bor. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.